Mirzo-Ulug'bek maxsus transportga qarashli 55 ta mahallada 220.563 ta aholiga Mirzo-Ulug'bek maxsus transport tomonidan xizmat ko'rsatiladi va aholidan qattiq va maishiy chiqindilarni maxsus transport mashinalari o'z vaqtida grafik asosida olinadi. Ko'p qavatli uylar atrofida 118 ta chiqindi yig'ish maydonchalari qurilgan. Shu chiqindi yig'ish maydonchalaridan har kuni bizga tegishli mashinalarimiz xizmat ko'rsatib, chiqindilarni yig'ib ketadi. Kunlik chiqindimiz bizning 264 tonna chiqindi, oylik rejamiz 82.000 tonna chiqindi chiqaziladi. Mirzo-Ulug'bek maxsus transport tomonidan kunlik reja asosida 25 ta aholi uchun xizmat ko'rsatuvchi mashinalarimiz grafik asosida xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari 6 ta tashkilotlar uchun chiqindi yig'ish mashinalarimiz xizmat ko'rsatadi. Tungi navbatchilik tashkil etilgan rahbariyat tomonidan kuniga kechki grafik asosida 4 ta mashina xizmat ko'rsatadi. Ulug'bek maxsus transportga hozirgi kunda har bitta chiqindi olib chiqib ketish mashinalarimizga GPSlar o'rnatilgan. Undan tashqari 118 ta chiqindi yig'ish maydonchalariga kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Bular hammasi maxsus transport rahbariyati tomonidan nazoratga olingan. Mirzo-Ulug'bek maxsus transport tarafidan aholidan bizning iltimosimiz bo'ladi. Chiqindilar uchun vaqtida haqini to'lab berish, bizni ishchilarimizni hamda yoqilg'i va texnikani ta'mirlash uchun ishlatiladigan xarajatlarimizni qoplab beradi. Shuning uchun aholidan iltimos vaqtida to'lab va noqonuniy joyga chiqindilarni tashlamasligini iltimos qilib qolardi.